Siz o'zingiz shunaqa qilib o'ntirasiz. Mashin bilan narigini 270 mingga. Mana Lopes 2. Ha, mashinmi? Bizda tuyoq kishi otdi Jennifer Lopes. Qiz bola-yu bizaniki aka. Lopes 2 shu. Ha, bu o'g'il bola ekan bu. Bizadagi qiz bola tuyoq kishi. Tanishtirib qo'yamiz. Siz ba'zi prikol qilib gapirmadingiz. Siz uni Mana mash to'g'risida gapirdim. 1.5 bo'ldi. Men buni qo'yib borligini bilmadim. 1.4 plus quloq, kalla, garbanos. Bo'yi necha? 1.5. Orqadagi dumba razrez вообще standartga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Garbani zo'r, qo'yani bashara zo'r ekan, uzunligi zo'r ekan. Lekin razrez yo'q ekan. Har bitta qo'y nimadir anaqa konflikti bo'ladi-ku o'zi. To'g'ri. Lekin buni uzunligi zo'r ekan, anaqasi yuzi zo'r ekan. Tamam, kechirasizlarmi noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam? Yana 3-si ko'rdim. Chunki dumbasi serdochka razrez bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Men qiyshiq dumlarni ko'rmagan. Yana bitta qiyshiq dumba ko'rsataman sizga. Mani lekin basharasi yoqdi-yu, lekin narxi yoqmadi aka, to'g'risi. Narxiga qaramang. Nega? Nega qaramayman? Hamma narsa narx-navozi bor aka. Yo'q, bu tushadigan potomklarni ko'ramiz. To'xtaylik, mana. Qanaqa potomik Nodirga nima deyapsiz aka? Bolasi? 270 ming dollarga mana shu ikkita qo'y stoyt deysizmi aka? Sizni fikringiz, meni fikrim bo'yicha ne stoyt aka? Tamam. Masala yo'q. Yuraylik, men. Yo'q, masala. Siz akam bo'lgan ish hozir yaxshi gapirish kerak bo'lsa, ayting, yaxshi gapirib beraman. Umuman, boricha gapir. Ha, lekin ne stoyt 270 ming dollar. Meni fikrim bu. O'shanga mana shu videoni qo'yaman. San ham mana shu o'rtada chiqib, mana shu odamni sababchi bo'lgansan, 270 ming dollar qo'y oldirgansan. Endi bu odamni shu ko'zi to'qdi, ya'ni. Mayli qo'yaver 270 ming dollar o'zim rozi bo'lib olganman deb. Agar men olganimda 270 ming dollar uyni sottirib bo'lsam, pulimni qaytarib olardim. Bu meni fikrim. Bu nima u? Dumbasi ketib qolibdi buni ham. Dumbasi peshonligiga olingan. Yo, sizlar hozir dumbasi razrez deb hamma gapiradi. Ey, men qachon gapirdim? Yo, siz oldingizga kelganda shunaqa deydi-yu. Hammasini men qo'chqonlaringiz dumbasi qiyshayapti-yu, vasmolga. Mana nima bu? Buni almashtirish kerak. Buni operatsiya qiling buni dumbasini kesib. Qidiryapmiz. Lekin qo'ylarni aka, to'g'risini aytaman, to'g'ri. Sizga hozir yoqmayapti, falon pulga olgansiz, lekin 270 ming dollar topish o'zi emas aka. 100 dollar topish uchun odamlar bir haftalar ishlaydi. 20 ming dollar uchun odamlar Rossiyada 2 yillab ishlab, qo'y olib, jvormi bo'lib ketganini ham eshitdim. Ya'ni 270 ming dollar pul topish uchun 10 yil Rossiyada mardigordek bo'lib ishlashing kerak-da, u uchun. Ya'ni men Peterga ham borganman. Shunaqa 270 ming dollar pul topish o'zi emas, akalar, u osondan kelib gapirmang. Hozir xalqqa manfaatli bo'lsin deyapmiz-ku, to'g'ri? Men hozir bo'lmasam Nodirga yaxshi gapirishim kerak, aka. 270 ming dollarga zo'r olibsiz, aka, arzonsiz. Yana bir 500 ming dollarga qo'y olsangiz, xudo xolasa, shu bilan mana shu hamma qo'yiga pulingizni tikasiz. Javob beraman, hozir 270 ming dollar mana shu qo'ylaringizni olib chiqsangiz bor, mana shu hamma odam guvoh sota olmaydi shu pulga. Men sotishni olmadim. Ya'ni bu sota olmaysiz-da, chunki. Sotishni olmadim-ku. Sota olmaysiz. 10 ta qo'y beraman shu pulga sota olsangiz. Sota olmaysiz, jon aka, tan olaylik. Yo'q. Yana qaytara olmayman. Sotishni olmagan deb. Yo'q, xohlasangiz sota olmaysiz. Xohlamasam u. Yo'q, agar xohlasangiz, xohlab ko'ring. Maqaman, bu ko'paytirish uchun olganman-ku buni. Seleksiya uchun olganman. Tushunmadi, seleksiya qilsangiz ham, kolleksiya qilsangiz ham 270 ming dollarga haqqoniy sota olmaysiz. Gap bunda ketmayapti. Yo'q, o'zi prosta shunaqa ketib ko'rsin gap. Aka, sota olasiz, mana qo'y bilan shug'ullanasiz, aka. Ular qo'y bilan shug'ullanadi. Kim shug'ullanadi qo'y bilan shu? 270 ming dollar mana shu qo'y sota olasizlarmi? Ikkita qo'y. Tushuntiryapman sizga. Yo'q, sota olganingizda. Yo'q, nimaga sotishim kerak? Sotishni olmaganman-ku uni. Voy, prosta Sot, prosta sotgim kelmaydi, sotmayman. Chunki sota olmaysiz, aka. Men uni olib sotishni olmaganman-ku. Aka, 270 ming dollarga Nodirga bu qo'y sota olmaysiz, aka. Tan oling, hech bo'lmasa shunisini. Yo'q, nimaga sotishim kerak? O'zi sota olasizmi yo'qmi? Yo'q, nimaga sotmayman men uni? Bal, xohlasangiz mana shu pulga olib chiqing, 200 mingga ham sota olmaysiz ikkalasini. Mayli, nech pulga sota olmasam, lekin Sota olmaysiz va aka, Nodir aka, 270 ming dollar oson pul emas, aka. Oson topilmagan. Bu hozir aniq gapiryapsiz. U aytmasangiz ham понятное дело, что kichkina pul emas. Ma'lum, bu degani oshib-toshib yotayotgandan emas. Yaxshi, boya aytdingiz mana 270 ta qo'y olaman desa, 10 ta uysiz odamga 10 qo'y uy olib bersa bo'ladi 25 ming dollardan. Mana yangi qo'yilib turar joy majmuasida masalan 15 ming dollardan sotilgan bo'lsa, bir 20 ta odam uyli qilib yuborsa bo'lardi, mana shu qo'y puliga. Yoqmayapti to'g'ri gapim, to'g'ri, bularga ham yoqmayapti. Haqiqat shunaqa yoqmaydi. Lekin bu akam
Lekin men jonim nimaga aytyapti? 270 ming dollarga ne stoyit bu pulga shu qo'yni olish. Bu qo'yni Nodir aka endi yangi boshlaganlar, u payt tushunmaganlar, mana hozir tushunib oldilar. Hozir endi 100% 270 ming dollar ham qo'ya olasan deb Nodir aka olib kelsa, Nodir aka "Ya, bir marta so'g'in ekan, men olmayman" dedi. Yo'q, olaman. Yo'q, bunaqasini olmaysiz. Oka, men undan zo'r qo'ylarim bor. Oka, 270 ming dollardan beraymi? Zo'r degani nima bilan belgilaysiz shuni? Qarang, bola farzandi mana tug'iladigan bolasi bor. Bundan yaxshi tug'ilishi kerak demoqchimisiz? Bo'ldi, shunaqa tug'iladi. Qanaqa? Qanaqa masalan parametri? Shunaqa deb Parametri. Nima nazar tut, shuni yoriting. Masalan, qo'zi qo'chqor bundan keyin bola olmoqchisiz, seleksiya, to'g'ri? Masalan, qo'yi onasi 90 deylik. Bolasi 95 bo'lsa yaxshi bo'ladimi? Bo'ladi. O'sha sizning natijangiz shunaqa? Shunaqa bo'lishi kerak. Natija hali ko'rganim yo'q. Shunaqa Yaqinda bo'ladi. boshladim. O'zi aka, anaqada mana kecha bitta ana Zohid aka Hakiyev video qo'ydi. Vodiylik bitta aka mana kecha qo'yilgan video. Men ikkalaligini ham tanimayman. Ya'ni nima demoqchiman? Qo'ygan, oddiy hisor qo'y olgan, ana aka 4 yildan beri seleksiya bilan shug'ullanayotgan ekanlar. 4 yildan beri videosi turibdan xalq ko'ryapti. Ya'ni hisor solib olgan, o'sha arashan afg'on qo'ygan, bolasini isbotlab ko'rsatib beryapti. Mana onasi 80, bolasi 90, undan keyingisi bolasi 95. Mana shu yil mobaynida tushib kelgan bolalar bor bir-biridan. Ya'ni u qo'ylar necha pulli qo'ylar, oddiy qo'ylar, ya'ni 1.5 mingdan solularni olishgan. Kattalik parametri mana shunday ekan demoqchiman. Uni endi asos bu ko'rsatib sotlab ko'rish. Men o'zi shunaqa demoqchi bo'lganman undan oldin ham. Ya'ni parametr katta soluvdan yaxshi bolasi bo'ladi. Mana shunaqa parametr deganda o'sha Yaxshi deganingiz siz hozir bo'yi nazarda olsin faqat. Yo'q, bo'yi bitta bo'yiga olsin. Uzunligi, uzunligi, dumbasi razrezi, mana kastyak mana oyog'i masalan sizlarga garmanoz qizuv bo'lsa, menga qizuv emas. Endi eksterierga baribir chiroyli. Masalan, afg'onni qulog'i bichma bo'ladi. Mana bunda kim ko'rgan afg'onni mana bunda bichma. To'g'ri. Lekin afg'on chiroyli katta qo'y bo'ladi. Endi bitta qulog'i bo'lmaydi. Kastagi ingichka. Yo'q, afg'onniki o'zi bor. Bular Afg'onni ko'ramiz. afg'onni o'zi asli bu ham afg'ondan tarqalgan-ku. To'g'ri. To'g'ri. Xonada 100 talik bor. Bu agar afg'on bo'lmasa bunaqa kastak arashanda ham bo'lmaydi.